Assalomu alaykum. Xolislar biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib o'rgangan o'rtoqlar, bu jo'jalarimiz hozir chiqqan, bugungi chiqqan jo'jalarimiz. Hozir bir boshdan ko'rsatib o'taman, sotilganini aytib o'tamiz. Bular уже boshlanib chiqishni boshlagan jo'jalarimiz. Mana bular 2 haftalik ekan o'rtoqlar. Bu xayl zotlar. Mana adlellari bulara. Bularga sotib o'raveramiz. Adlellar, o'rtoqlar, mana bular ham 2 haftalik. Mana shu xonadagilar 2 haftaliklar, boshqa xonalar hozir ko'rsatamiz. Sotilarga bu 2 haftaliklar biz puldan berib yuboramiz. 2 haftaliklar 25 ming beramiz. 25 mingdan narx belgilanibdi o'rtoqlar. Uxayillar, adlellar, zakadinzalar, o'sha ko'k tuxum qo'yadigan tovuqlarimiz. Hozir narigi tovuqxonani ko'ramiz o'rtoqlar, birgalikda. O'rtoqlar, bo'ldi. Keyingi xonamiz zakadinzalar, o'sha ko'k tuxum degan tovuqlarimiz. Uxayillar qangi ko'k tuxumli. Mana bular uxayillar. Turishlar qayerlar bular? Mana qayerlar? Hali kuni o'rtoqlar 23 kunlik jo'jalar ekan bular. 23 kun. Savlat qaranglar bular. Mana bular qarang, dakenga o'xshab qafasga sherga turib. O'rtoqlar, mana chislalari, yozuvlari 7-8-yilda chiqqanlar ekan. O'sha 23 kun, 24 kun bo'lyapti. Sotiladi bular ham o'rtoqlar. Zoti o'xayil. Mana bu xonamizdagilar sotilmaydi mana bular. Sababi bular aralash, sendi aralash qonida, o'shaning uchun toza qonlarni sotamiz deyapti. Aralashlar o'zimizga qo'laveradi. Narxlarini 23 kunligi necha pul dedi? 300 ming so'm. Narxlari 30 ming so'm ekan o'rtoqlar. Qiziqqanlar bo'lsa, mana vaksinalari, vitaminlari hammasi bo'lib kelinayotgan holati. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Xayrulloxon gruppamiz admini Xayrulloxonning uylarida biz Shortoqda kecha kelganmiz. Bugun yana boshqa videolarni ko'ramiz. Hozir o'rtoqlar, mana bular o'sha o'xayillar, yerda yurganlar, bular kattarog'a. Bular necha puldan berib yuboramiz bularni? Bular sotgan odam qarab turibdi. Ha, bular sotilgan ekan o'rtoqlar, egalari qarab turibdi ekan, olib ketishga, fursatga qarab. Mana bularimiz sotiladi o'rtoqlar. Qochinglar pastdan. Ey! O'rtoqlar, mana Dominant Sussex, Dominant Red Krasniylar mana. Mana holatlari. Mana o'rtoqlar 1% bo'lsa xo'rozi bor, bo'lmasa hammasiniki mana xo'rozi. Bular kunligiga o'rtoqlar 35 kunlik bo'ldi. Narxini 35 ming belgilashdi. Mana bitta xo'rozi, bu yerda baldaqlarni ham sovuribdi. Xo'rozlar o'zimizga qoladi deyapti. Naki yo'llarni sotishyapti. Qiziqqanlar bugun hozir ham kelishyapti xaridorlarimiz. Sassiyasi yaxshi holatda mana. Bular har bir aytib o'tganimizdek vitamin, vaksinalar bo'lib kelinayotgan holati. Hozir narigi tovuqxonani birgalikda kuzatamiz. Bu yerda ham tovuqlar, xo'rozlar bular uyga xona almashtiraman deganlarga xo'rozlarni ham sotib ko'rsa kerak. Adlerlarda xo'rozlar bor. Asosan o'xayil, adler. Mana o'rtoqlar, tabiat qo'yini. Mana mehmonlarimiz o'tirishibdi. Hozir To'raqo'rg'ondan ham xaridorlarimiz kelishyapti. Hozir lakasilar tashab qo'ydik. Bizni orientir oladigan joyimiz. Har doim kelaman, shu orientirdan kelaman. Mana shu yerda dom bor bitta. Ana shu dom katta yo'l ustida orientir. Shuni ko'rib kirib kelamiz har doim. Endi tovuq fermani chekiramiz, o'rtoqlar, birgalikda kuzatamiz. Aytib o'taman, qisqa ma'lumot berib. O'rtoqlar, mana o'sha gofraxonamiz. Mana suv sirkulatsiyasi aytib o'tganman. Mana bu yerdan suvni bachovidan motor ishlab
haydab beradi tepaga. Mana bu yerda turba orqali keladi. Tepada teshik turba bor. Teshikdan suv bunga oqadi. Bu yerdan ortiqcha suv tushadi, yana sirkulyatsiya holatda aylanadi. Ana shundan mana bu yerdan toza havo kirib, ventilyatorlar bu yerdan havoni tortganlik hisobiga ichkarimiz muzdek bo'lishiga sabab bo'ladi. O'rtoqlar, mana bular o'sha o'xayillarimiz. O'xayil tovuqlarimiz, matishnilarimiz. Juda go'zal. Bular sotilmaydi. Bular onalarida. Hali o'xayillarda ota-onalari bular. Mana tuxumlari. E'tibor beramiz. O'sha ertamatdan mana tuxumlar tug'ishni boshlayapti. Mana bular 3 tasi kirib olishdi. Mana tuxumlar. Bu gofra ventilyator qo'ygandan keyin tuxum foizi oshdimi nisbatan? Necha foizga tushib ketganida? Bitta 20% ga tushib qolibdi. 20% ga tuxum foizi tushib ketgan ekan. Hozir 40-50 ga chiqdimi o'zi? 55-60 ga qarab ketyapti. 55-60% gacha chiqdi. Mana o'rtoqlar, bu yerda oldingi videolarimizda qishda Hamidulloh ko'p adminlar bizdan yig'ilib kelganimizda video qilganmidik. Bu yerda maska taqib yurardik o'rtoqlar. Videolarimizda bor. Ko'rmaganlar shu qishdagi videolarimizni ko'rsa, maskada yuradi. Sababi chang, keyin amayakda hidi, xullas ichkarida changliklar, toza havo kam edi. Mana hozir birorta maskaga muhtojlik yo'q o'rtoqlar, hamma joy zo'r turibdi. Tovuqlarimiz ham kayfiyati zo'r, tuxum foizi oshgan, sababi mana shu yerdan muzli havo kirib turgani. Xudo xolasa nasib bo'lsa maslahatlashib turibmiz, narigi tomonga ham gofrani qo'yish. Endi sababi tovuqxonamiz nihoyatda katta. Ikkita tomonga gofra qo'yilmasa, u tomonda nisbatan issiqlik bor. Mana tuxumlarni saqlash mana shunday gofradan chiqayotgan muzli havoda turibdi, inkubatsiya jarayoniga. O'rtoqlar, mana o'sha adlerga birga bir o'xshaydigan jo'jalarimiz, dominant susekslar 35 kunlik holati. Mana bu yerda ob'yom ko'pligi uchun nisbatan ozgina changitishi bor. Qayiq ko'p quruq, o'shani hisobiga bu tomonda gofraning yo'qligini hisobiga. Holatlar zo'r, hamma vaksinalar bo'lib kelinyapti, vitaminlar o'z vaqtida ichilyapti. Mana holatlari mana e'tibor beramiz. Mana shular 35 kunlik holatga to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, mana bular уже 45 kunlikda uyidini beryapti. Sababi yiriklashib ketgan ancha. Hammasi makyon o'rtoqlar. 1%, 0.1% xo'rozi bor xolos. Mana bitta xo'rozi bor ekan, ko'zim tushib qoldi. Ishqivozi bo'lsa sotish boshlandi o'rtoqlar. Hozir bugundan o'sha xaridorlarimiz belgiladik. Oldindan aytib kelayotganlarga bugundan hozirdan kelishni boshlashadi, yo'ldalar. Narxlari 35 kunlik o'rtoqlar 35 ming. 5 kundan keyin 40 mingga o'tar ekan, keyin 45 kunlikda 45 ming, shunaqa bo'lib 60 kunlikda 60 ming shu narxda ketar ekan, ammo soni juda ko'p ba'z o'rtoqlar, o'shaniga qiziqqanlar ulgurib qolsalar ham bo'ladi. Havoni issig'ida yozgi kunida baribir tuxumlar foizi tushib ketadi. Mana shu jo'jalar olib qo'ysa, kuzda bular ham tuxumni boshlaydi, xudo xolasa. Mana o'rtoqlar, yaponchalar tuxumlar ham qo'yishibdi. O'rtoqlar, mana bu tomonda mana o'sha hali inkubatordan chiqayotgan adlenlarimizni, matchnilari. Ular dominant susekslar, adlenlar. O'shalarda narigi tomonda turibdi hozir buni. Bu tomonda mana yaponchalar hozir maslahat beryapmiz. 2-3 kishi bo'lib, xayrli ham bularni sotib oling, ishqivozi olsin. Yaponchalarni mana o'sha bir qarshi yaponchalarim bor ekan. Sababi hali ishqivozchilikka shahar sharoitida ko'pchilik ishqivoz bo'lar yaponchani. Meni bu yerda aviomda boqqan yaponcha kerak emas, nima qilasiz, joyni bo'shating undan deb maslahat beryapmiz. O'zim ishqivozligim uchun sotavermayman deb shunaqa deyishyapti. Hozir ko'ndirib olsak, sotuvga nima qilamiz? Bu tomonda o'sha halilar broderda ko'rsatilgan adlerlarimizni kattalari. Ular xudo xolasa
yozi chillasidan keyin avgust sentyabrda tuxumni boshlashadi xudo xohlasa. O'zi ancha yetilib qolibdi. O'rtoqlar, mana inkubatsiya jarayonimiz. Mana jo'jalarimiz arqamlarga chiqyapti. Xudo xohlasa video ochib boshlaganlari necha vaqt oldin kutdi. Mana o'rtoqlar, inkubatorimiz mana bu pozitsiya aylantirayotgan joyi, almashtirayotgan joyi. Keyingi inkubatorimiz bu. Har bittasi mingtalik. Mana bunimiz umumni o'sha jo'jalarda chiqayotgan jarayondagi holat. O'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefonlarni qaytarib o'taman o'rtoqlar. Aytib o'taman. Oldingi videolarda ko'p aytganman. 99ligida 99 512 1757. Qaytaraman o'rtoqlar. 99lik 512 1757. Xayrulloxon bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu nomerda Telegram bor o'rtoqlar. Telegramdan yozsalaring, antena tushmagan, antena uzilib qolgan paytda Telegramdan yozib qo'ysalar, kirganda to'liq javob berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.